Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. İslam və Biz proqramımızın 153-cü sanı görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə məlumatlar məlum bolğandək, illərdən bəyan davam qılıb atqan proqramımızda hər bir müsəlman Quran və sünnət nurida düşünüş kerak bolğan xilma-xil temalarni ayrım-ayrım mavzu qilgan şəkildə huzuruna sunub kiratımız. Allah subhanahu və taala sözlənən bu barlıq temalarni həqiqi rəvişdə düşünüb şununğa layiq əməl qilishqa nasib qılsın deb hər proqramımızı tilab başlayatımız və axırlaşdırıyatımız. Çünki bu dinimiz bir yerdəki söylənən məsələlərimiz ötkünçü gündəlik xəbərlərə oxşar, bəzi siyasi məsələlərə oxşar, vaxtı ötkəndikən tügəydiğən məsələlərimiz. Şunun üçün bu düşüncədə anlab əməl qilishqa nasib qılsın deb tiləyimiz. Bugünkü temamız tünügün elanımızda bəgəndək intihayın mühim bir tema haqqı toxtulduğanlığımızda elan verdik. O bozumu Allah subhanahu ve taala sünnetini qoğdaşqa kepil bolmağanmı degan tema toxtulduğanlığımız. Əlbəttə bu ötken saatdiki temamızda şunun davamı deyişki oldu. Sünnet inkarçılarının gayin inşalları degan ustazın kitabı çıxıb şu yerdə bir kitabını məhəm düşündürgəş qılğandıq. Əlbəttə sünnət məsələsində bu oturğa taşılınıb atqan ança-munça davamlı halətdə millətimizdə qaymaqdırış üçün oturğa taşılınıb atqan bəzi bir azğın fikirlər haqqıdımı bizim şu İslam Biz proqramımızın ilgirki sanlarımızda mı qançılığan sandana aiti təfsili halətdə bəldik. İnşallah bugünkü temamız bilən bu mavzularını axırlaşdırğan bilimiz inşallah. Demək, aldı bilən proqramımızın daimlik mehmini əmələ tanışıb olğan hörmətli Ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliği şunaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliği əzası Abdurrahman Camal təklif qıldı, qimmetli vaxtını çıxırıb qadam təşərrüf bəgəlik üçün köpdən rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Nəq Meydandan tarixlib atıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrəmiz şunaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, berişanlarını, suallarına olsa, soruşanlarını ümid qılımız şunaqla köplügən xeyirnaşırımızdan faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutum qaysılar. Onda bir vasitə kirib kəsək ustaz proqramımızға. Əlbəttə, yuqur diginimdək biz bu temada qançılğan qısımda təfsili toxtaldıq. Bularının ki, oturuq qoyatqan səbsətlərə bir qədər ətraflıq cavab verdik deyə qarayım mən. Həm də bugün inşallah axırlaşdırış şəkildə oturubdunuz. Bularının ki, həm də ilgili sürüb atqan aldıdaki birinci sualımızda həm də davamlı halətdə Allah bizə Quran kifaya bizə dev atqanlar həm də Qurandan ən yıraq amma Quran kifaya dev atqan bularının ki oturuq qoyulğan səbsətlərdən birisi Quran-ı Kerimdəki Allah'ın ki məsələn biz Allah Quran'ı qoğdaşqa kepillik qılğan, lekin sünnetke onda bir gap yo'q deb buni setishqa, bazoq selishqa tirishadi. Mesela inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan buni o'ttirib qo'ydi. Mishadagi zikrni bir maqsadni tushunishdan boshlagan bo'lsak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Sünnet inkarçıları Allah Teala'nın sözüne davli kılıp İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Biz zikrini nazil kıldı. Biz onu qoğdaymayızga muşna asas qilib turib sünnetni, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını körsetmelerini bir bütün inkar kıldı. Bular dedi ki Allah Kur'an'ını qoğdayman depti. Lekin sünnetni qoğdayman demegen. Sünnet qoğdalmaganlık üçün hem Allah kipil olmaganlık üçün bu özgürüp ketken buluş mümkün. Bunun yalgan saxtılık aralışıp ketken buluş mümkün. Unda bolgançada onunğa bir dini itiqat noktasida işengili bolmaydı. Eğer işengili bolgan bolsa işindiğe iş olub qaz Allah onu qoğdaşqa, Qur'an'a oxşaş, kepil olğan болады deyişini. Bularının tayındığın en çoğun səbsətsi. Qur'an tutmaq emas, sünnetini anmayımız da Qur'an'ı inkar qilishdi ki, İslam'ın prensiplerini tamamen inkar qilishdi ki, yani mandacılık etqan vaxtında faqat əğzaki bir Müslüman buluş, emeli, ictimai, siyasi başlarıb tamamen İslam'da çıxıb getiş üçün tapqan banalarının ki, en çoğun birisi. Şunu bu vaxtda biraz tepsili, roşet toxtalish doğru keldi. Bu şubiga javoban deymiz ki, yuqori oyat kerimdagi zikr so'zi maqsad bu Qur'on sunnatni tang o'z ichiga oldi.
Ama bu sünnet inkarçıları bir yer zikirdi mesela Kur'an maksat dedi. Allah bir Kur'an'ı qoğdayman degan, himoya qilaman degan dedi. Lekin bularning bu Kur'an maksat degan gapining asosi bormi, dalili bormi, fakti bormi yo'q. Chunki oyat bu yerda nazzalna. Innanam nazzal. Biz zikrni tushirdik. Uni biz himoya qilamiz. Bu yerda tanzil bor, tushirish bor, nazzala. Bu yerda tushirilgan narsa, ikki narsa bor. Birisi Qur'oni Karim, yana birisi sunnat. Bu nima degan gap? Qur'oni Karim lafzi bilan va ma'ni bilan Alloh tarafdan nozil bo'lgan tushgan. Buning har qanday bir musulmon qar. Sunnatninki ma'nisi Alloh tarafdan nozil bo'lgan so'zi payg'ambarimizninki tili orqali ifodalangan. Demak, bu yerda tushgan narsa ikki. Biz mushu tushgan narsani biz himoya qilamiz deydi. Unda o'g'a vaqtida buning asosan Alloh taolaning men himoya qilaman degani Qur'oni Karimni himoya qilishlam o'zi chiqmaydi, balki uning bilan birlikda ma'nisi nozil bo'lganligi uchun sunnatnimi, payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalari, yo'l yo'riqlarini o'z ichiga oladi do'sti, o'z ichiga oladi. Zikr degan so'z qarasa Qur'oni Karimda 52 o'rnatilgan bo'lgan. Bu zikrning ma'nisi necha ma'nolar kelgan? Birla ma'noda emas. Zikr faqat Qur'on ma'nosiga kelmaydi. Zikri Qur'on ma'nosiga kelgan, shariat ma'nosiga kelgan, sunnat ma'nosiga kelgan, ilohiy risolat ma'nosiga kelgan, zikr tasbih ma'nosiga kelgan, Allohni aslash ma'nosiga kelgan, ibodat ma'nosiga kelgan, sharaf ma'nosiga kelgan, nurg'un ma'nolarga kelgan. Shunga bu yerda zikrni faqatlam Qur'on shu deb qayd qilgan unda dalil paket yo'q. Xo'sh. Buningdan sir qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'onga necha oyatda men islomni tamom qilaman. İslamni g'olib qilaman. Gerçi buning din dushmanlari, Allohning dushmanlari to'sqinlik qilsa-mu, men bu dinni mukammal qilaman dedi. Bu din cho'qim to'liqlandi dedi. Ojiz o'ringa pasib o'ringa chiqib qolmaydi dedi. Bu din g'olib qildi. Mesela yuriduna liyutfi'u nurallah. Bu islom dushmanlari Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Halbuki Alloh taolo cho'qim buni mutimni to'liqlaydi dedi. İnsaniyetki mükemmel halde bunu çıkar. Kafirler halisun, halimison bu İslam galip kelemiz galip kelemiz. İslam toluk halette insaniyetke yetkizdim dost yetkiz. Bir yer nurdun maksat nimesi? Peygamber aleyhisselam epkegen İslam dini maksat. Peygamber aleyhisselam epkegen hidayet maksat. Bu hidayetten menbesi Kur'an bilen sünnettir. Demek inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun degan ayet zikrdan maksat. Bunun en ma'nisi, en münasib ma'nisi İslam dini. Biz zikrni tushirdik, uni himoya qilamiz. Bu yer zikrning en sağlam, en to'g'ri ma'nisi İslam dini, ilohiy risolat degan. Xo'sh. Biz bu din Muhammed alayhisalom olib kelgan ilohiy risolatni yoki islom dinini biz himoya qilamiz. Bu din oxirigacha qiyomat qadar jonliq holatda, sog'lom holatda to'liq bo'ladi va boshqa har qanday dindan liyuzirahu ala dini kulli hammadan ustun holatga chiqadi degan bu. Bu zikrninki eng to'g'ri, eng munosib ma'nosi. Endi bu yuqorqi oyatdan shunday bir mazmun chiqadiki, Allohning dini himoya qilinganmi, qilinmaganmi? Qilingan. Allah men dinimni himoya qilaman dedi. Qo'g'dayman dedi. Demak, Allohning dini himoya qilinganligi uchun bu dinning ostidan, ustidan, o'ngdan, soldan o'zgarish yuz bermaydi. Xo'sh. Yo'qolib ketamiz, yo'qolib ketmaydi. Yo'q bir narsa qatlib qolamiz, o'zi qatlib ketmaydi. Buni bor narsa chiqarib o'tamiz, chiqarib ketmaydi. Haq bilan batil, to'g'ri bilan xato aralashib ketib bo'lsa, Allohning dini himoya qilinganligi uchun aralashib ketmaydi. Buning asosan Alloh taolo Qur'oni Karimni va Payg'ambar alayhisolamning so'zi deb aniq keskin muhaddislar, olimlar tarafidan bekitilgan sahih hadislarni o'z ichiga oldi. Allohning qo'g'dayman degan va'dasi Qur'oni Karimni va Payg'ambar alayhisolam mansub berilgan sog'lom sahih hadislarni o'z ichiga oldi. Buningga aqliy jihatdan, tarixiy jihatdan, Qur'ondan, sunnatdan naql yoki dalil paktni keltirish mumkin. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat. Endi mushu Allohning sunnatini qo'g'dashga kepil bo'lganligi Qur'oni Karimda boshqa dalillarni bir qancha tilovat etganmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Biz sana zikrni tushirdik, sening vazifang buni bayon qilib berishdir. Demak, bu yerda payg'ambarimizning vazifasi bayon qilish, tafsir qilish, izohlashdir. Bu shunday ro'shan aniq holat bayon qildi. Biz Qur'onni nozil qildik.
Buni ba'ziyani tafsili bayon qildik, ba'ziyani ihtimalat bayon qildik. Sening vazifang buni tafsir qilish, bayon qilish, izohlash, insoniyatga sog'lom holatda yetkazish. Demak, bu yerda Alloh taolo ihtimalat bayon qilgan ba'zi bir nuqtalarni uning tafsirini payg'ambarimiz amaliy ish harakati orqali so'zlar orqali bayon qildi. Payg'ambar alayhisolamning shu ishlarni qilishi yoki so'z bilan ifodalashi o'zining havisi bilan bo'lgan bo'lsa, nafsiy xohish bo'yicha bayon qilgan bo'lsa, masalan namozning shakli, xo'sh, ro'zaning tutish shakllari, boshqa ibodatlar, rasulullohning xohish bo'lgan bo'lsa, hammasi Alloh taolaning payg'ambar alayhisolamga vahiy qilish asosida bayon qilingan. Buning yana bir dalili Qur'oni Karimda "Summa inna alayna bayan" dedi. Qur'onni bayon qilish bizning ustimizga dedi. Buni izohlashni biz qilamiz dedi. Tafsir qilish biz qilamiz. Nari qilsan Janob Alloh desa, biz buni payg'ambarga uning ma'nosini vahiy qilamiz. Payg'ambar sharkit orqali, so'zlari orqali, gap so'zlari orqali buni bayon qilib turdi. Demak, bu dinni bayon qilish, bu dinni tafsir qilish, bu dinni izohlash insonlarningki nafsiy xohishiga qo'yib berilmaydi. İnsanlar kallası kelgan bo'lsa, yili o tarafda, yili bu tarafda, yili o'ngchi, yili so'lchi yoki marks yoki bichmish bo'lar, unda tafsir qilish haqqi yo'q dedi. Dinni qiyomat qadar insonlar hidoyat qilib tushirganligimiz uchun bayon qilish bu biz tarafidan bo'ldi. Xo'sh. Men va mening payg'ambarim qilamiz bu bayonni dedi. Mana bu nimani ifodalaydi desa, sunnatninki qo'g'dalganligini, Allohning sunnatini qo'g'dashga kepil bo'lganligini ifodalaydi. Agar bu yerda bayon sünnet orqali payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalari orqali bo'lmagan bo'lsa, vaqt nima yuz berdi desa, din chala holatda, nuqson holatda qolib qolgan bo'ladi. Har bir odam bugunga o'xshash, men bayon qilg'ichi, men tafsir qilish, izohlovchi deb o'zi xohlagancha egizbaz gaplar bilan bu dinni burmilgan bo'ladi. Demak, islomning burmlanmasligining sababi mana shu. Bayon bizdan, tafsir qilish bizdan, ro'shanlashtirish bizdan, yo'l ko'rsatish bizdan dedi Alloh taolo. Kisb aytibdi. Şu bir yerde men yol gösterken, yani men ruhsat qilgan kishilardan boshqasininki, yili onu deb, yili bunu deb din nomini so'zlash haqqi yo'qdir. Prinsipdan tushundim. Ihjam bo'lgan yerni ma'nosini vahiy qilaman, uni payg'ambar degan shaxs, vahiy qilingan payg'ambar degan shaxs, u tili orqali, sharikat orqali, ma'qullash orqali, amaliy harakat orqali uni tafsir qilib turdi. Bunga bo'ysunasizlar. Oyatninki taqozosi shu. Xo'sh. Endi biz bu sünnet inkarchilarniki la hafizun degan bu oyatga, bu zikrdan maqsad faqat Qur'on maqsaddi degan gap ma'qulmi deb turaylik. Maqsad degan bu zikrdan Qur'on deb tursaqmi? Yana ham bu nimani ko'rsatsa, sunnatni o'z ichiga olganligini ko'rsatadi. Qo'g'dash bu yerda sunnatni Qur'on bilan birlikda sunnatni o'z ichiga olganligini ko'rsatadi. Chunki sunnat Qur'onning bayoni. Sunnatni qo'g'daganlik, Qur'onni qo'g'daganlik, Qur'onni qo'g'daganlik, sunnatni qo'g'daganlik. Qur'on asas, sünnet onunki şerhisi bayan. Şerhisi qo'yganki tabiat asas qo'yildi, asas qo'yilganki asas qo'ydash cho'qon onunki şerhisiga, tafsiriga ehtiyoj bor. Boshqa qilib aytgan vaqtida Qur'onni qo'ydash, uning izohati, tafsiri bo'lgan sunnatni qo'ydashni tabiat zo'r qilamiz, zo'r. Taqazzo qilamiz, do'st, taqazzo. Mana bu Qur'ondan keltirilgan aniq dalil. Undan boshqa bir nechalar dalillar va qolgan kishilar bu vaqtda mazkur kitabımızga müracaat qilsa bo'ldi. Xo'sh, Allah razı olsun. Endi shu Allohning sunnatni qo'g'daydiganlikqa sunnatdanmi bir qancha dalil ko'rsatdi. Balkim ba'zanlar deyish mumkin. Bu sunnat inkarchi zaten sunnatni olmaydigan bo'lsa, hadisni olmaydigan bo'lsa, hadisni dalil keltirish. Qanday mantiqiy uyg'un, logik uyg'un deyish mumkin. Buni birozdaki bayon qilamiz. Buni ikki dalillar keladi faqat. Payg'ambar alayhisalom alaykum sunnati dedi. Sizlar mening sunnatimni tutib manglar dedi. Mening ko'rsatmamni, mening metodimni men ko'rsatgan bo'yicha tutib manglar yo'lni dedi. Nat ro'shan bo'lsa, gap ro'shan. Yana payg'ambar alayhisalom yana bir aytsa, men sizlar ikki narsa qoldirib ketdi. Ikki narsani tutib mangsanglar, ezib ketmas o'g'on bo'lsa-mu, kitoblar Allohning kitobi va meningki sunnatim. Meningki ko'rsatmam dedi. Hadi ro'shanmi ro'shan. Agar hadislar qo'g'dalmaydigan bo'lsa, agar hadisda yolg'on bilan saxt o'rlashib ketadigan bo'lsa, agar hadisga saxtlik va yolg'onchilik ayirish imkoniyati bo'lmasa, payg'ambar deb qaralgan bir shaxsi mening yo'lam tutib manglar demidi. Mantiqiy bu yerda, logika bu yerda. Agar logikani qabul qilgan bo'lsa, agar hadislar qo'g'dalmagan bo'lsa, yoki o'zgarib ketib, rost yolg'onni ayirgan olmaydigan bo'lib qolsa, payg'ambardek bir shaxs mening sunnatimni tutib manglar, mushni tutib mangsanglar ezib ketmaysizlar demidi.
bir payg'ambardek shaxsga o'zgarib ketish ehtimoli bo'lgan, yo'qolib ketish ehtimoli bo'lgan, yolg'onchilik bo'sab kirish ehtimoli bo'lgan narsani ayrilmanglar deyish mumkinmi? Payg'ambarning ustiga yarashmaydi. Xo'sh. Demek bu payg'ambar o'zining hayotidan keyin yo'qolib ketishi, o'zgarib ketishi, saqtliq yuz berish bo'lgan bundan narsani tutib manglar demaydi. Demek bu himoya qilingan bo'lg'achqa, qo'g'dildigan bo'lg'achqa, Alloh buning kepil bo'lgan bo'lg'achqa, ulamalarni yetiştirish orqali, sanoqsiz ulamalarni yetiştirish orqali payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik holatida, nubuvvat holatida turib, "Ma sog'lom yo'l, to'g'ri yo'l, bu yo'lni tutib manglar, bundan hargizmi ezib ketmanglar, chatlab ketmanglar, chiqib ketmanglar" deb bu yerda keskin holatda buyurgan. Demak, bu yerda Allohninki la hofizini qo'g'dayman degani sunnatni qo'g'daydiganligi mana sunnatni dalil bo'ladi. Xo'sh, endi haqiqatan nayt meg'izliq javoblar berilyapti, Alloh razı olsun. Aqli dalillardan bo'lmasa bu Alloh subhanahu taoloniki sunnatni qo'g'daydiganlikqa bundan bir qancha anglashamiz. Qur'ondagi yuqorqi oyatda la hafizun degan shu dalil qilgan. Bu yerda zikrdan faqatlam Qur'oni Karim degan ma'nodan chiqish lozim emas. Chunki zikr degan so'z faqatlam Qur'oni Karim ko'rsatilgan bo'lib qolsa, zikr degan maqsaddan Qur'oni Karim ko'rsatilgan bo'lsa, nechilig'an boshqa o'rinlarda bayon qilinib, bu yerda Qur'on degan so'zlar aniq ifodalangan bo'ladi. Agar bu yerdan boshqa bir mazmun chiqmay, faqatla zikrdan Qur'onning o'z maqsadi bo'lgan bo'lsa, boshqa o'rinlarda ifodalanganda Qur'on degan so'zni sarih, ro'shan holatda bayon qilingan bo'ladi. Oyatda zikr degan so'zdan maqsad Qur'on bo'lgan bo'lsa, agar zikrda Qur'on bo'lgan bo'lsa, bu yerda biz uni nozil qildik, biz qo'g'daymiz deb almash ishlatgan bo'ladi. Arabcha zamir ishlatgan bo'ladi, Uyg'urcha almash ishlatgan bo'ladi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni agar ashadiksa, Qur'on bo'lib qolsa, Qur'onning o'ziga xoslik, biz uni tanzil, biz nozil qildik, biz himoya qilamiz. Zikr degan so'z bu yerda aniq ifodalanadi. Grammatikalik qoidaga asosan, mayli Uyg'urchada bo'lsin, mayli Arabchada bo'lib qolsin, so'z ilgari holatda gapning beshida aniq ifodalangan bo'lsa, kaydida, jumlada so'z ishlatilmaydi. Uning o'rniga nima ishlatildi? Almash ishlatildi. Arab tilida bu taqimni ro'shan. Uyg'ur tilida bu mashina Uyg'ur til grammatikasini bildigan bo'lsa, bu savas. Ham Qur'onning bayon uslubidimi? Söz bir qatim aniq tilg'ilgan bo'lsa, uning kaydida buni almash bilan ishlatish Qur'onningki bayon uslubi. Buning dalili suraning 5ida Alif lam ra tilka ayatul kitob va Qur'onun mubin, Qur'on degan so'z aniq tilg'ilgan. Agar keyingi zikrdan Qur'on bo'lib qolsa, uning o'rnini nima ishlatgan bo'ladi? Zamir ishlatgan bo'ladi, almash ishlatgan bo'ladi. Demak, bu yerda Qur'onning o'zi emas, boshqa bir narsa. U bo'lgan bo'lsa bir butun islom. Qur'on sunnat. İlahi vahiy, ilahi risalet maqsad. Demek logikalik jihatdan elib aytgan vaqtida mazkur oyatdagi zikr degan so'zningki faqatlam Qur'onni ko'rsaganlik keskinda dalil yo'q. Qayd qilganlik keskin isbot yo'q. Balki yuqorqi ishorat bo'yicha, grammatikalik qoida bo'yicha, bayon qoidasi bo'yicha, balog'at uslubi bo'yicha buni Qur'on deb xoslashtirish ehtimollikni to'liq. Bu bir bütün İslam'ni, bir bütün ilahi risaletni, ilahi şeriatni o'z ichiga oldi. Bu balog'at, fasohat yoki nahvi doirasiga asosiy. Ammo afsuski bular nahviga, madaniyatga, tarixga, olimga hech narsa kelmaydi. Bu sunnat inkorchi. Chunki amaliyotda islom inkorchilari. Buni yangi ifodalasak, Qur'on inkorchisi, islom inkorchisidak bo'laga taqib uchun maqsad shu o'qishga. Buna asosan oyatga zikrdan maqsad nima deymiz undasa? İlahi risalet. Ya'ni ilahi din. Yoki islom dini, yoki nubuvvatning sharbidir. Bundaq desa, taqimmi munosib, taqimmi sog'lom holatda ifodalangan bu. Oyatning tafsiri mazmuni shu. Demak, payg'ambarimiz gapini deb qo'yib, yo gap so'zini deb qo'yiblar, yo'l ketib qoldigan maddala emas. Avlan ifodasi bo'yicha. Yoki pochtka emas, vazifasi tugagan. Payg'ambar alayhisalom Epkagan bu din aqidasi orqali, ibodatlar orqali, axloq orqali, ijtimoiy tuzumlar va boshqa prinsiplar orqali bu hayot xaritasi, yo'l metodidan iborat. Bu xaritaning manbasi, ana manbasi Qur'on, sunnatdan iborat.
Agar bu aqlni ishlatilgan bo'lsa, biroz logik tushunadigan bo'lib qolsa, bu mu aql ijodi yetarli dalil bo'ladi. Xo'sh. Alloh razı olsun. Sünnetning qo'g'dalganligiga tarixiy dalillar bormi degan bir savolimiz bor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ınki hayatın maksat gap sözleri, iş hareketleri, faaliyetleri dünya tarihida Adem Aleyhisselam'dan ta bugün kadar qanchalik bir şahs, qandaq meşhur şahs o'tgan bo'lishini qat nazar dünya tarixi misli ko'rilmagan darajada ajoyib ahamiyatga erishgan. Ko'ngil bo'lish erishgan. Hech kim bundan ko'ngil bo'lish erishib bakar emas. Chunki biz payg'ambarimizdan tug'ilgandan tortib ta bu dunyodan ketgan kadar bo'lgan bütün ishlarning hammasini ro'shan aniq holatda bilamiz. Xaritasi oldimizda aniq. Bununga o'xshash bir shaxs, bununga o'xshash boshqa bir payg'ambar, bununga o'xshash bir faylasuf, bununga o'xshash bir dahi bam dunyo tarixida yo'q. U qadar tafsilimi, u qadar ro'shan musulmonlarning zihniyatida, kallasida u qadar ro'shan. Nima uchun u ro'shan desa? Chunki Muhammad alayhisalom oddiy bir inson emas. Oddiy bir faylasuf emas. Oddiy bir dahi emas. Oddiy bir davlat raisi emas. Bu bir payg'ambar. Peygamber olamı dünyavi peygamber bütün insanlar. Peygamber olamı kıyamet gün kadar bundan keyin neçe ming yıl bo'la olsa kıyametke şu insanların bir peygamber. Bu şahs vahiy kelib turgan, hayotini vahiy bilan idora qilgan, vahiy bilan kontrol qilgan, vahiy bilan yuzlantirilgan bir şahs. Bütün insaniyat ulgu olgan, örnek olgan, mükemmel şahs. Hech qanday tarafdan ayıp nuqson topilmaydigan kamil bir inson. Bu xususiyat, bu alaylik başqa bir shaxsda kim bo'lishqada topilamiz dunyo tarixida topilmaydi. Bu haqiqatni sahoba ikromlar, tabiinlar va uningdan boshqa musulmonlar his qilib yetgan payg'ambarning alayligini, xususiyatlarini. Bu sababdan bular payg'ambar alayhisolamning hayotini, gap so'zlarini, ish harakatlarini, faoliyatlarini, oila hayotini, ijtimoiy hayotini, iqtisodiy ishlarini, kelishimnoma olsun, siyasi hayat, devlet idare qilish bo'lib qolsin, bütün ishlarning hammasini xotirlab manqamiz, Xo'sh. Naql qilgan, boshqalarga yetkizgan. Eng muhimi tarix kitoblarida bayon qilgandek, biz avlodlarimizga, bolalarimizga payg'ambar alayhisolamning hayotini Qur'on yodlatgandek yodlatib deysabi. Ammo afsuski bu Qur'on inkorchilari yoki islom inkorchilari bu haqiqatni bilmaydi. Peygamberinin hayatını Kur'an'dan sur yadlatkandak yadıltık dedi. Demek sahabelerinin evlatları Peygamber Aleyhisselam'ın kıygan gap sözleri, hadisleri, sünnetleri yak iş hareketlerinin Kur'an yadlagandak yadlaydı dedi. Bu roşan mesele. Bu derecede sahabeler bununla köngül bölgen. Sahabe ve sahabedin kiyinki biz ötken hep toxtaldık sahabeler davrda tabiilardan qanchilgan hadis kitoblarning yozilganlariga shuni murojaat qilsa bo'ldi xalqalla. Sahoba va sahobalardan keyin tangdoshsiz sahada, ya'ni tangdoshsiz bir hadisshunos olimlar, bu sohada yetishgan bir olimlar dunyoga keldi. Cho'ng hadisshunoslar. Keyin keldi bo'lsa, keyin u darajada undaq olimlar kelmadi. Sahobalardan keyin tangdoshsiz hadisshunos, sunnat ulamolar keldi. Bular payg'ambar alayhisolamning hadislarini qaysi ras, qaysi yalgan, qaysi aciz, qaysi to'g'ri, qaysi xato hammasini ayırdığımız. Ayırgan vaqtida nafsiy xohish bo'yicha emas, inchki o'lcham bo'yicha. Bugunga qadar so'z tadqiq qilishda, jumla tahlil qilishda yoki diniy hujjatlarni zizavri qadar, harfi qadar, so'zi qadar o'lchamsa tahlil tadqiq qilishda bunda bir metod hozirgacha kelib boqmadi. Hech qanday bir madaniyatda bu metod yo'q hozirgacha. Buni islom ulamolar keşif qilib chiqdi bu hadisshunoslik ilmi. Inchki o'lcham bo'yicha qaysi to'g'ri hadisdan, qaysi o'lcham tushadi, qaysi o'lcham tushmaydi. Bayon qilgan odamning o'lchami bormi yo'q, bu metod bilan hammasi bayon qilib beramiz. Saqsaq kesal. Ma o'lchamlik aniq bayon qilib berdi. Ham bu vaqtda dunyo tarixida zo'r hajmlik payg'ambar alayhisolamning sharakatlari, so'zlari bayon qilingan hadis kitoblarini qoldirib ketdi. Agar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni himoya qilgandek, sünnetni himoya qilmagan bo'lsa, bu sünnetga qilingan hujumning ko'pligidan sünnet allburun dunyodan yo'qolib ketgan bo'ladi. Agar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni himoya qilgandek, sünnetni himoya qilmagan bo'lsa,
sünnet kılıngan hücumdan köptükiden, İslam düşmanlarının köptükiden sünnet Allah buran yokulap ketken bulatma dünya. Peygamberinin hayatından keyin Şia peyda oldu. Havaricler peyda oldu. Ve başka akımlar peyda oldu. Kur'an kelgen vaxtıda bazı undan bunda dep bakkan bolsun ama sünnet doğrusida her türlü batini akımlar peyda oldu. Bugünkü kadar İslam meydan kelgen peygamberin hayatından keyin sünnetke u derece düşmanlık yüzbedi ama sünnet yok almadı. Ama sünnet özünki kaddi qametini yok etmedi. Ne için ise Allah Teala'nın bu sünnetini başka bir usul bilen, başka bir sebep netice kanunu bilen himoya qilganlik uchun bu sünnet peşin tutup hazırgacha sağlam kesil deb ayrılıp musulmonlarga yetkazilib keldi. Qiyomat kun qadar bu bo'yicha davomlashadi. Mana bu haqiqatlar nimani ko'rsatsa, Allohning sunnatini Qur'onni qo'ydigan o'xshash qo'ydiganligini ifodalaydi odamning ko'ngli xotirjam qiladi. Masalan, buning misolini biz olaylik. Tushunish ko'rash uchun. 90-yillarda Amerikada Furqan deydigan Qur'ondan bir maydon chiqdi. Qur'on bo'lsa Qur'on. Besildi bo'lsa Amerika zavodlarida besildi. Amerika istixborot tarafidan besildi. Lekin buni payqanada jihad oyatlari chiqarib o'tildi. Musulmonlarning jihad ideyasi yo'qdimiz deb Qur'ondan biz besibdi. Ammo bu Qur'on bozor chiqmaylan butun qiymatini yo'qotdi. Inkor qildi musulmon. Qur'on emas bu. Bir oyat olsa Qur'ondan chiqarib o'tilsa, darhol musulmonlar e'tiroz inkor qildi. Rad qildi. Buni Yahudi joyatlar qilib baxtimiz jihad oyatlarini chiqarib o'tdi. Baqara surasidan va boshqa yerda Qur'on mujda bozor sotib baxtib bumi oqmadi. Demak, musulmonlar o'zining dinini qo'g'dashga bu qadar sezgur. Bu yangi davrda bo'lgan bir misol. Shuning o'xshash hadisdimi? Avu mavu deb qasa qabul qilinadi. İnchki o'lcham bo'yicha zaman tatib surishti qilindi, tahqiq qilindi, tekshirildi, sog'lom holatda zanjirsimon kitoblar bilan bizga yetib keldi. Xo'sh. Bu yana bu nimani ifodasi? Alloh taolo payg'ambarimizni oxir bir payg'ambar qildi. Bu yerlik payg'ambarimizning nubuvvatniki, sahobalarniki İslam'ı qabul qilishi bilan yoki islom o'rganishi bilan tugdimi yoki tugmadimi? Tugmadi. Payg'ambarimiz qiyomat kuni nabiy bo'lsa nabiy. Buning nabiylik isboti nima? Eng cho'ng mo'jiza Qur'oni Karim, aqliy mo'jiza, ruhiy mo'jiza. Undan boshqa bir mingdan ortiq mo'jizalar. Bu payg'ambarimizning nubuvvatlik sifati Allohning qiyomat kuni qadar davomlashamdi, davomlashmamdi, davomlashadi. Bu nim bilan isbotlandi? Xo'sh. Buni bu sünnet inkarchilari o'ylash lozim. Demak, bu yerda dinning asosini Qur'on, sunnat va dinning asos qo'llash orqali Alloh taolo payg'ambarimizdan qiyomat kun qadar nabiy ekanligini isbotlamoqda. Buni xulosasi nimani tushunamizsa, Qur'onning bayoni va shar'iy bo'lgan sunnat Alloh tarafidan himoya qilingan. Qur'onning bayoni shar'iy bo'lgan sunnat Alloh tarafidan himoya qilingan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalpler yadıltıp himoya qilgan bo'lsa, sünnetni toplangan kadar bunun yadıltıp himoya qilgan, bir bölük sahabeler, bir bölük tabiinler, bir bölük alimler yezish orqali himoya qilgan. Bu mu sünnet mi? Kur'an'a o'xshash yadlash ve xotirlanish orqali himoya qilingan. Bununla o'tgan hafta bir qism delil Pakistan'da bayon qildik, ham bu ulum hadisda yoki hadisshunos ilmida bu meşhur gap. Endi yana bir misol alsak, bu tarixin sünnet İslamdan ikkinchi qonunshunoslik manbasidir. Agar sünnet bo'lmay qolsa, islom dini mukammal bir dinlik sifatini tutib tura olamdi. Tutib tura olmaydi. Mukammal bir shariat bo'la olmaydi. Xo'sh. Mayli ibodat sohasi bo'lsin, mayli sotsial sohasi bo'lib qolsin, mayli ijtimoiy tuzum sohasi, hattoki siyosiy sohada bo'lib qolsin, bir mukammallik metod tutib turolmaydi. Demak, bu sunnatni inkor qilganda kellam nima ish chiqarsa, bu islom naqs. İslamda bir kamchilik bor. Aqidasida balkim arkonlari bilan biraz yemesi mümkün. İbadette, ahlakta, ijtimoiy tuzumda, iqtisodiy tuzumda, madaniyatda, dunyo qarashga vaqtida bir nuqson yuz bir. Mana dal bu din düşmanları, İslam düşmanları bu noktani qilib dinni hujum qilish uchun bu sunnatni, İslamning amaliy hayoti bo'lgan sunnatni Qur'ondan ayirish orqali islomni yo'qdimiz deb
bu səbsətini o'tirg'a chiqadi. Amma afsuski bir qism angsizlar, bir qism savodsizlar bir yangilik yaratyapmiz. Bu millatni zalolatdan hidoyatga boshlaymiz deb sunnat inkor qilish orqali Qur'onni inkor qilmoqda, islom dinini inkor qilmoqda. Xo'sh. Şoň bu yerda bu payg'ambar alayhisolamning sunnatini yaratmaydiganlar. Bu payg'ambar alayhisolamning qaysi bir faylasuf o'xshab vaqt o'tib ketgan bir shaxs deb qaraydiganlar. Agar Qur'onni samimiy ishondigan bo'lib qolsa, tövbe qilish lozim. To'g'ri yo'lga qaytish lozim. Ham bu o'zlarini Qur'onchilar deb atab boshqalarni ozdurayotganlar, bular hidoyat yo'lga qaytish lozim. Ham bular oldinib ketayotgan yoshlarimiz bu zalolat yo'ldan, kufr yo'ldan, ozg'unlik yo'ldan yangicha dinsizlik yo'ldan bulardan tövbe qilib qaytib kelish lozim. Xo'sh. Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. G'oyat yaxshi. Tushundilar. Shuning bilan ham shundan sunnat masalasini asos jihatdan tugatgan bo'ldik hamda. Tugid desak bo'ladimi inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni inshaalloh oxirlashtiraylik. Meg'izli holatda ichib berildi. Deganimdek boshda programmaning beshida biz bu temada qanchilgan bölüm ilgirki sonlarimizni qildik. Hammasi jamlangan vaqtida ularning o'ttir qo'yayotgan butun shubhalarning hammasiga shu yo'g'on qachat urildi desak bo'ladi. Rabbim hammamizni ozg'unlik yo'lidan, xato yo'ldan saqlab qolsin, to'g'ri yo'l ustida qilsin deb tilaymiz. Alloh umr va sa'odimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.